Agarda sizni eski nastroykalaringiz to'g'ri qilinmagan bo'lsa, shunda siz o'yinda yutishingiz foizini 10 ga kamaytirasiz. Va bugun biz sizlar bilan qanday qilib grafika, mishka va keskini boshqa bazaviy nastroykalarini o'rganamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalga like bosib, videoga obuna bo'lib qo'ying. Agarda bu videoyimiz 100 ta like qilgan bo'lsa, men sirazi aim haqida video chiqaraman. Shuning uchun like bosishni unutmang. Va birinchi o'rinda biz o'yinimizning asosi bo'lgan FPS ni ko'tarishni o'rganamiz. FPS ni ko'tarish uchun biz grafika nastroykalarimizni minimumga tushirishimiz kerak. Shuning uchun nastroykaga kirib, rejim изображениeni nevis ekran qilamiz. Hamda format ekranini bo'lsa 3 va разрешениeni bo'ladigan bo'lsa 1280 ga 960 qo'yishni maslahat beraman, chunki bu eng optimalniy разрешение. Agarda siz notebookda o'ynaydigan bo'lsangiz, разрешениeni 800 ga 600 qo'yishni maslahat beraman. Shunda sizda maksimalniy FPS bo'ladi. Va monitorimizning gersovkasini bo'lsa maksimalniga qo'yishimiz kerak. Ekranni yarkisini bo'ladigan bo'lsa o'zingizga moslab qo'yavering. Va oxirida bo'ladigan bo'lsa применить измененияni bosamiz. Endi esa biz grafika настройкалariga o'tamiz. Buning uchun biz tepadagi расширение настройки изображения tugmasini bosamiz. Agarda bu настройкаlarni noto'g'ri qiladigan bo'lsangiz, sizning FPSingiz точно ko'tarilmaydi. Va birinchi o'rinda biz diska задержка Nvidia Reflex ni o'chirib qo'yamiz. Pastdagi FPSlarni bo'ladigan bo'lsa o'zingizga yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Menda ikkalasi ham 400 turadi. Va yana ozgina pastga tushadigan bo'lsak, bizda asosiy настройкалар ko'rinadi va xuddi shu shablonni niskiga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agarda bu narsa sizga o'xshamasa, shu ekrandagi настройкаларni просто kopiya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Asosiysi hamma настройкаларni niski qiling. Endi esa biz zvuk настройкалariga o'tamiz. Настройкаga kirib, zvuk bo'limidan muzika joyini topamiz va главный menyuni muzikasini o'chiramiz, xuddi qolganlarini ham. Va oxirida shu ikkitasini 5 yoki 10% qilib qoldirishimiz kerak. Shu bilan bizning zvukdagi настройкаlarimiz tugadi. Endi esa o'yinimizning o'zini настройкалаrini qilamiz. Настройкаga kirib, игра bo'limidan включить консоль разработчикani yoqib qo'yishimiz kerak. Va ограничение пропускной способности funksiyasini bo'lsa неограничение qilib qo'yamiz. Bu narsa bizni pingimizni pasaytirib beradi. Interfeys razmerini 1 da qoldiraveramiz, chunki bu udobniyroq. Svet komandani bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga yoqqanini tanlasak bo'ladi. Bu narsa HP boshqa narsalarni prosta rangli qilib beradi. Agarda skinlaringiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu funksiyani ham yoqib qo'yishni maslahat beraman. Agarda sizda skinlar yo'q bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga VIP Skins Telegram kanalini tavsiya qilaman. Bu yerda siz juda ham arzon narxlarga skinlarni sotib olsangiz bo'ladi, hamda biz ora-orada har xil rozыгрышlarni qilib turamiz. Agar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, Telegram kanali silkasi kommentariyada yoki описанияda. Endi esa прицелli настройкаларga o'tamiz. Igra bo'limidan прицелli настройкasiga o'tganimizdan keyin stilni klassический статичный qilib qo'yamiz. Keyin esa следовать за отдачей degan funksiyani o'chirib qo'yishimiz kerak. Endi biz прицелni o'zining настройкasiga o'tamiz. Прицелli длинасini 0.9 qo'yamiz, толщинасini ham 0.9 qo'yamiz va oxiri zazorda bo'lsa -3.5 qo'yishimiz kerak. Va oxirgisi eng asosiysi esa zazor зависит от оружия degan funksiyani ham o'chirib qo'yishimiz shart. Keskini bazaviy настройкаlarni tugatdik. Endi biz sizlar bilan klaviatura va mishkani настройкалariga o'tamiz. Mishkani yaxshilashimiz uchun biz пустga kiramiz. Пустdan настройкаga o'tamiz. Bluetooth и устройство, мышь, повышенной точкой uказанияni o'chirib qo'yishimiz kerak. Bu funksiya o'yinimizda ancha xalaqit beradi. Ozgina pastroqqa tushadigan bo'lsak, dop parametri myshi degan funksiya bor va u yerdan biz parametr uказаниyaga kirib, xuddi shu galochkani olib tashlashimiz kerak. Klaviaturani yaxshilash uchun esa biz рабочий stolda Windows plus R tugmalarini bosamiz hamda u yerga Control Keyboard degan komandani yozishimiz kerak. Control Keyboarddan chiqadigan ikkita poljonokni esa oxirgacha qilib, uni применить qilib qo'yishimiz kerak. Bu narsa bizning klaviaturamizni tez ishlashiga yordam beradi. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga kelib qoldi. Agarda meni videom sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga like bosib, videoga obuna bo'lib qo'ying. Yoki sizning qanaqadir fikr yoki takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qolishingizni kutaman. Yo'masam, hammaga xayr, o'yinlarda omad tilayman. Sizlar bilan Default bo'ldi. Всем пока-пока.